Hammaga salom, bu mani bir kunlik vlogim. Anchadan beri oilaviy travel rejalashtirgandik va Buxoroga yo'l oldik. Buxoroda to'g'risi birinchi marta borishim edi. Yo'lda tuyalarni ko'rdik. Bunchalik katta ekanligini to'g'risi bilmovdim. Yo'ldan qurtlarni sotib oldik va birinchi lokatsiyamiz bu Bardant botanika bog'i. Bu joy Turkiya bilan hamkorlikda qurilgan. Mana shu uchun O'zbekiston va Turkiyani bayroqlari ilingan. Bu yerda o'zini ovqatlanadigan joyi bor ekan. Turkiyani semitlaridan boshlab bizlarni oshimizgacha ovqatlari bor ekan. Biz shashlik zakaz qilib yedik. Bu yerda hattoki haqiqiy papaya o'sayotgan edi. Bu yerda hattoki bolalar o'yingohi ham bor. Bulardan tashqari mini hayvonot bog'i ham bor ekan. U yerda hamma turdagi qushlar bor edi. Hattoki kapibaraga o'xshagan hayvon, ya'ni Nuriya ham bor edi. Cho'milib yotgan ekan. Bizga tovus o'zlarini qanotlarini ham ko'rsatib o'tdi. Hayotda bu juda ham go'zal edi. Eng zo'r tomoni bu dam olish uchun kachelalar bor edi va hamma dam olib yotgan edi. Bu yerdan chiqib bizni keyingi manzilimiz Sitorai mohiy havza saroyi edi. Bu saroyni yozgi tomoniga bordik. Bu yerda sayyohlar juda ham ko'p edi. Bu yerga kirishingiz bilan podshohning saviyati qayerga o'tkazilganligi ko'rinib. Bundan tashqari ayollar o'zini farzandini parvarish qiladigan xonalariga ham kirib chiqdik. Hamda juda ham qimmatbaho taqinchoqlar, kiyimlar va buyumlar ham bor. Yakuniy lokatsiyamiz bu Bahodir Naqshbandiyni kompleksiga ham kirib chiqdik. O'zimga mana shunday chiroyli braslet olib, qurtlarni ham olib, yo'lga, ya'ni uyga otlandik. Hammaga xayr.